Hop, oy mifik, legendarniy. Legendarniy. Bunaqasi har kuni ham bo'lavermaydi. Davay, 1, 2, 3. Hammaga salom jigarlar, sizlar bilan Asadbek Gaming. Bugungi videorolikda magazindagi tekinga kelgan bokslarni ochib chiqishga harakat qilamiz. Xo'sh, bo'lmasa birin-ketin ochib olamiz. Birinchi bu ochadigan narsamiz Lowe box qutisi. Bu qutidan low skill'e tushishi mumkin. Mana ko'p skin'i bor. Yana ham ko'ramiz hozir. Hop. 5 ta bo'ldi. Bu degani menimcha hech nima tushmaydi. Ters. Aytganimdek hech nima tushmadi. Mega box, Season Trophy box. Xo'sh, kichkinalardan boshlab ochamiz albatta. Xo'sh, bu boksni ochib ko'ramiz. Nimalar tushadimi? 12 ta menimcha yaxshi. Hop. Yaxshi. Bitta skin tushishi aniq. Kimga skin Lolaga yana ilon skin. Kenjiga pin va Lolaga pin. Xo'sh, ana shuncha narsa beradi. Endi yana 3 ta boks qolibdi. Va bu yerda Serious Brawler $20 ga yetdi. Yaxshi. Mega box. Oy, mega box oldim. Bitta boshqa boks ochmoqchi edim. Mayli, endi ochaveramiz. Xo'p, 1, 2, 3. Mega box 9 ta bo'ldi. Bu yaxshimi yo'qmi hozir ko'rib olamiz. Uy. Uje yonyapti. Mana 8 ga qaranglar. Bu degan nimadir tushadi. Davay. Voy. Men shu uchun shuncha kutganmidim deydi-ku. Gadget tushdimi? Gadget tushdi. Lekin mana shu gadjet menga kerak bo'lib beradi. Tushdi, yaxshi. Keyingi Pumpkin box ekan bu. Bu boksdan menimcha hech nima tushmaydi. Ochamiz. 9 ta. Yonyapti unda ham. Yonsa har doim passivka yoki nimadir tushar ekan. Hop, bo'ldi, o'sha tushmaydi. Mana shu narsalar tushdi. Keyingisi Mecha box. Uy, bunga teng keladigan boks yo'q. Agar oldingi sezonlarga qaraydigan bo'lsak, Mega box teng kelishi mumkin, lekin hozir Mecha boxga hech qaysi biri teng kela olmaydi. Bo'lmasa ochamiz. Qani 9 ta adashmasam yaxshi edi. Hop. Voy. Hech nima tushmadi. Do'stlar, bitta ikoncha tushdi, yurakchalik. Hech nima tushmadi. Bibi nima miskin olsammi deb yuribman. Voy, bu qani ham ochib bo'ldik. Ko'rib turganingizdek hech nima tushmadi. Men bu yerda Serious Brawler ham kelibdi tiketga. Buni ham alohida video olib chiqarishimiz mumkin. O'zingizlar ko'rdinglar, hamma boksni ochdik. Hech nima tushmadi. Tushdi. 1-2 ta gadjet passivka tushdi. Endi davayki Brawl bo'ldi, bir partiya bosib chiqamiz. Videorolik shu bilan tugatamiz. Qisqa bo'ladi videorolik. Videorolik nomiga mos. Oh my god! Wow! O'zi shu tekin bokslarni ochamiz deb videorolik olgandim. Xo'sh, aytgancha men bu tepada pro passlarni ham ochishimiz kerak hali. Tepada pro passda ham star droplar bor. Botlar bilan tushunman. Tepada pro passda ham star droplar bor. O'shalarni ham ochamiz, mayli. O'shalarni ham ochaveramiz. Yig'ib qo'ygandim videoroliklarga ishlataman deb. O'shalarni ham hozir ochaveramiz. Shu partiyadan keyin bir partiya shellikda o'ynab chiqadigandim. Hop. Ketdik. Yaxshi. Nice. Dik. Давайте endi Pro Pass'da super rare. Voy. Hech nima bo'lmadi. Shudanga 33 ta star drop yig'ilgan ekan. Давайте bir boshdan o'tishni boshlaymiz. Xo'sh, red key.
Hop. Tirs red key. Tirs red key. Red keyning tepasiga o'tmayapti. Men ochib tashlayman, farqi yo'q, nima bo'lsa bo'pti deb. Yaxshi. Uy, shuncha pinni qo'shib ham berar ekan. Yaxshi. Yaxshi, lekin yo'q, yana bitta legendarniy. Kanal tarixida birinchi marta, ikki marta ketmagan legendarniy. Bunaqasi uncha kanallarda bo'lavermaydi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yish kerak. Xo'sh, ketdik. Buni ham ochamiz. Xo'sh. Passivka. Yana bitta lega o'samidi. Videorolik ketyapti. Mifik lega bo'lishiga oz qoldi bu ham. Bu ham lega borsa qo'yardim. Mifik ham yomon emas. Chotki ketyapti. Chotki rangi stardrop ham bor ekan. Xo'sh, spray. Epic. Yaxshi ketamiz. Yaxshi, yomon emas. Umuman yomon emas. Xo'p, men bu yerda ham legendarniy stardroplarni men bu asabim chidamasdan ochib qo'yganman. Mifiklarni ham ko'pini ochgandim. Nomda oddiychalarni ochamiz. Ko'rdinglar, oddiylardan ham legendarniy bo'lib ketyapti, mifik bo'lib ketyapti. 2 marta ketmagan legendarniy uchinchisi mifik bo'lyapti-yu. Yuziling. Tez ochib tashlaymanmi? Sekinroq ochaymi? Spray, sekinroq ochamiz. Tirs. O'xshamaydi-da baribir. Skin davay, mana shu skin. Voy. Davay, mifik. Yo'q. Menimcha endi bo'lish. Skin mana shu. Davay. Yo'q. Biral eshitmayapti. Tinchgina ochavergan yaxshi, tavakkal qilib. Baribir tushmayapti. Davay. Yo'q. Biling ham o'zi ham juda ham ko'payib ketdi bor-ku. Bundan ham tushmadi. Bundan ham tushmadi. Davay. Bundan ham tushmadi. Xo'sh, bundan ham mingta tushdi. Mingta bling tushdi. Xo'sh, super redki. Yana ranket. Bling. Epic. Hop. Tushmayapti. 1, 2, 3. Voy, men buni omadsa bo'ladi. 1000 ta kiray. Slovaga oz qoldi. 1800 ta bo'ldi. Shu videorolikda oychaga chiqib qo'yamiz ham, nima deysizlar? Xo'sh, qaniydi? 1800 tami? Bo'ldi, davay. Oychaga men bu yerda 200 ta yo'q qo'yganman. İşte. Yetmayapti 30 tami? 200 ta bu yerda. Mana yana 100 ta. Bu yerda yo'qotganim sababi serious deb qolsa uni qilishim mumkin, ochishim mumkin. Agar ocha olmay qolsam, oy mana videorolikda oy Slovaga ham chiqa oldik. Yaxshi bo'ldi lekin. Xo'p, bo'lmasa videorolik shu joyda tugatamiz. Videorolik sizlarga yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Xo'sh, bu videorolikdan keyin ranked push degan videorolik chiqadi. Timer 2 danmi, 3 danmi minutgacha push qilganman. Bu videorolik ham bu videorolik chiqqandan keyin o'sha chiqib qolgan bo'lsa kerak. Kanalimga o'tib qarasanglar bor. Agar chiqmagan bo'lsa endi chiqadi. Hammaga xayr do'stlar, videorolikka like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videoroliklargacha ko'rishguncha sizlar bilan Asadbek Gaming bo'ldi.